hurmatli hamkasblar, hammanglar maza qilib dam olyapsizlarmi? Rahmat. Hammanglarni ko'rib, oilamiz, rahbariyatimiz, akamlar, o'zimiz shaxsiy tabrigim, xursandchiligim sizlarni bunda yuzinglardagi quvonchni ko'rib biz ham juda ham xursand bo'lyapmiz. Hammanglarga yana bir bor Navro'z olam muborak bo'lsin. Bu jamoada eskidan ishlayotgan, ya'ni biz ilk ish boshlaganda ishlagan hamkasblarimiz. Bundan keyingi biz qo'shilgan barcha jamoa, Turkiyadan turk mutaxassislari, O'zbekistondagi jamiki Xorazmdan hozirgina kelgan jamoa hammasi bugungi Navro'z olamda bitta joyda, Xo'jobodda, ya'ni samoda tug'ilgan joyda nishonlab turibdi. Bularni hammasiga sababchi bo'lgan avvalo rahmatli ota-onamiz, undan keyin qolsa Navro'zim akaga katta minnatdorchilik bildiramiz. Qolsa hozirgi kunda bütün tikuv fabrikalarimizga deyilgan asosan tikuvchilar o'tiribdi. Boyashidan bir pamuk g'alatamiz hozircha. Bizga matoni to'qib bo'yab yetkazadigan bütün to'quv bo'yoq jamoasi, ularning rahbari Akmalxon katta minnatdorchilik. Buncha hamma narsani tashkillashtirgan, hamma narsaga qattiq qilib bosh qo'shib, bütün jamoa ishlagan o'zimizning komanda bor. Rahbariyat, Abduxob akam boshchiligida bütün jamoamiz bor. Meni yonimdagi shogirdlarimdan Baxtiyor, Shukrullo, Islombek, Ulug'bek, Mirjamol, bütün jamoamiz, ayollardan ham Zulfiyadan boshlab jamiki mas'ullar hammasiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli hamkasblar, bu bayramda sababsiz ahli o'zinglarsizlar. Sizlar hammanglar juda haloldan qattiq chiroyli mehnat qilyapsizlar. Ana shu evaziga bugun shu yerda hammamiz to'planib turibmiz. Hammanglarga katta rahmat.